Allohning Rahman, Rahim degan ism sifatlar haqidagi tafsiri. Bismillah, alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tövende diktanlağa Abdüveli Qari Rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astıda Allah'ın güzel isim sifatlarının kısaca tefsiri dersliklerden Allah'ın Er-Rahman, Er-Rahim degan isim sifatlar haqidagi tafsirlar degan temasini o'qiymiz inshaalloh. Ba'da'uzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın Er-Rahman, Er-Rahim degan isim sifatlar haqidagi tafsirlar. Allah'ın Er-Rahman degan sifati Qur'onda 57 yerda tilga ilingan. Bismillahirrahmanirrahim. Sure Fatiha 1. ayet. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah'ın Er-Rahim degan sifati Qur'onda 114 yerda tilga ilingan. La ilahe illa huver-Rahmanir-Rahim. Sure Baqara 163. ayet. Sizlerning ilahinglar bir ilahdır. Onundan başka ibadetke layık hiç ma'bud berhaq yoktur. O en şefkatliktir, en mehribandır. Allah'ın Er-Rahman, Er-Rahim degan isim sifatları rahmetin istikamet kılıngan. Rahmet yani mehribanlık ma'nosida. Allah subhanahu ve teala bendilerine en mehriban. Er-Rahman sifati umumi mehribanlıqını bildirdi. Umumi mu'minlarga hem kafirlarga hem rahmetlik bo'lganligidan hamma olamga rizq berdi. Rabbini inkar qilgan kishilarga ham rizq berdi. Er-Rahman faqat mu'minlarga oxiratda rahim qiladigan zot degan bo'ldi. Oxiratda rahim qiladigan Rabb faqat mu'minlarga iymon bilan ketgan kishilardan xohlaganlarning gunohlarini mag'firat qilib, o'zining abadiy jannatiga daxil qiladi. Bendining Allohning Ar-Rahman sifatidan o'ziga olgan xulosasi shu bo'lish kerakki, Allah subhanahu ve teala'nın hamma bendilerge rizq berib, rahim qilayotganligini ve rahmetini to'nitayotganligini ko'rib, hatta inkar qilayotgan kishilarga ham rizq berib, ularning maqsadlarini dillarida o'ylayotganlarini ko'rib, Allohning g'ofil bendilarga ham rahmat qiladiganligini bilishimiz kerak. Hatta o'ziga haqorat qilib, bo'hton qilayotgan kishilarga ham ularni bilmay qilyotidi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdek u kishiga ko'p azob berayotgan vaqtlarida Jibril kelib, ularni halok qilib deb buyruq qilsang, men ularni halok qilib o'taman degan vaqtida payg'ambar alayhissalatu vassalam duo qilib, ya Robb, xalqimning gunohini kechirgin. Ular meni tonimayotidi degan ekan. Ana Allohning Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatidan benda o'z ichiga olgan o'lishi mana mushu bo'lish kerak. Faqat o'zimizning toniydigan kishilarga emas, balki Alloh o'zini inkar qilayotgan kishilarga rizq berayotgan Ar-Rahman sifatini tushunib turib, o'zimiz tonimaydigan kishilarga ham rahim dil bo'lishimiz kerak. Rahim dilligingiz qanday bo'lish kerak? Kishilarning dalolatda ketayotganligini ko'rib, rahmingiz kelib, xuddi o'zi bilmay o'tga tushib ketayotgan odamni tortib elib olgandek, ularni chaqirib kelib, xitob qilishimiz kerak. Mana bu sizning rahim dilligingizdir. Ularga
yumshoq so'zlar bilan bo'lsa ham xitob qilib, osiy kishilarga rahmat ko'zi bilan qarab, azob berayotgan kishilarga ham rahmat ko'zi bilan qarash bo'lsa, sizning Alloh subhanahu va taolaning Ar-Rahman sifatidan o'zingizga xuloslab olgan ulushingiz mana shu bo'lishi kerak. Dunyoda bo'layotgan har bir ma'siyat va bu ma'siyatdan o'zingizga bir zarar kelayotganligini his qila olishingiz kerak. Buni yo'qotishda hech bo'shishib qolmay chin turadigan kishi Allohning xuluqlarini o'zlashtiringlar degan Payg'ambar alayhissalatu vassalamning buyrug'iga bo'ysungan kishi hisoblandi. Ar-Rahim sifatidan mu'min kishining o'ziga chiqargan xulosasi biror bir muhtoj odamni ko'rsa, uning ehtiyojini ko'rganda qalbida bir mehr paydo bo'lishi kerak. U mayli uning qo'shnisida bo'lsin, mayli uning yurtdishida bo'lsin, mayli u zaminning qaysi bir yerida muhtoj bo'lgan birisi bo'lsin, qalbida rahimdillik paydo bo'lishi kerak. Agar meli bilan yordam qila olmasa, so'z bilan bo'lsa-mu yordam qilish imkoniyati bo'lsa, qarshi taraf martabali kishi bo'lgan taqdirdami birisini chaqirib bo'lsa-mu uningga yordam bera oladigan bo'lish kerak. Agar bularning hech qaysisi qo'lidan kelmaydigan kishi bo'lsa, Robbiga duo qilib, "Ey Robbim, bu muhtojga o'zing yordam qilgin" deb duo qilib bo'lsa-mu yordamda bo'lish kerak. Mana bu mu'min kishining Allohning Ar-Rahim sifatidan o'ziga olgan ulushi mushundaq bo'lish kerak. Qur'onda tövendeki o'rinlarda Allohning Ar-Rahman degan ism sifatlari tilga ilingan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq degan: "Alloh bandalarga bu ayolning sabiy bolasiga mehribon bo'lganidan-mu bakroq rahimdil mehribondir." Muslim 7154-hadis. Sura A'raf 156-oyatda bizga bu dunyoda va oxiratda tegishli yordam qilgan, biz haqiqatan sana tavba qildik dedi. Alloh aytdi: "Azobim bilan bandalarimdan xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmatim mahluqotning hammasiga o'rtaqdir. Rahmatimni kufrdan va gunohdan saqlang'uvchilarga, mollarining zakatini berdiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman." Sura Isro 110-oyatda Alloh deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degan. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib sana aziyat yetkazmaslik uchun yuqori ovoz bilanmi o'qimagan. Mu'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilanmi o'qimagan. Ularning orasida o'ttir yo'l tutgan. Sura Al-An'am 54-oyatda bizning oyatlarimizga iymon etganlar yeniga kelgan chaqda sizlarga omonlik bo'lsin. Rabbinglar bandalarga rahmat qilishni, ihson qilish yuzidan o'z ustiga oldi. Sizlardan kimiki bilmasdan biror yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amalini tuzilsa, Alloh albatta uningga mag'firat qiladi va rahim qiladi degan. Sura Taha 5-oyat. Marhamatlik Alloh arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sura Rahman 78-oyatida azamatlik va karamlik Rabbingning nomi muborakdir. Sura Al-Imron 132-oyatida sizlarga rahmat qilinishi uchun
Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Sura An-Naml 46-oyatida Salih aytdi: Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar? Sura A'rof 56-oyatida Shubhisizki Allohning rahmati yaxshilik qilguvchilarga yaqindir. Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Ahzob 43-oyatida Alloh mu'minlarga eng mehribondir. Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq degan: Boshqalarga rahim qilmaydigan kishilarga Allohmu rahim qilmaydi. Sahih Buxoriy 7376-hadis. Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq degan: Boshqalarga rahim qilmaydigan kishilarga rahim qilinmaydi. Sahih Buxoriy 5997-hadis. Sura Yusuf 64-oyatida Yaqub ularga aytdi: Onun to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindoshi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Alloh eng yaxshi saqlag'uchidir, eng mehribondir. Sura Tavba 128-oyatida Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga ig'ir tuyuldi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir. Mu'minlarga amroqdir. Nihoyat ko'yimchandir. Qur'on soyasida nomli tafsirida Allohning bu ikki sifatini mundaq tafsir qildi. Allohning eng dastlab kelgan Rahman va Rahim degan bu ikki sifati Rahim shafqatning bütün ma'nilarini va barliq xarakterlarini o'z ichiga oladi. Xuddi Rahman degan sifat yolg'iz Allohga ishlatishga xos bo'lgandek, bu ikki sifatni birlashtirib ishlatishmi yanala faqat Allohga xos bo'ladi. Garchi biror insonni Rahim deb sifatlashimiz joiz bo'lsa-mu, ammo Rahman deb sifatlashimiz iymoniy nuqtadan qat'iy joiz emas. Shunlashqa Rahman va Rahim degan bu ikki sifatni birlikda Allohga ishlatish lozim. Endi bu ikki so'zdan zodi qaysisining ma'nosi texmi keng degan masala haqidagi ixtilofli qarashlarga kelsak, biz bu Qur'onning soyasida undaq talash tortishlarga ancha qiziqib yurmaymiz. Xulosalab shuni aytib qo'yimizki, bu har ikki sifat Rahim shafqat va mehribonlikning bütün xususiyatlarini va barcha ma'naviy kengliklarni tangla o'z qo'yniga olgan. Vallohu a'lam.